Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Uraqli mahallasida 2025-yilga bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida tanlab olingan 96-85-nomerli konturda rejada belgilangan piyoz Carter navli piyoz ekilgan. Piyozdan har bitta ijarachiga bu yerda 20 ta ijarachi biriktirilgan. 20 ta ijarachi 50 sotikdan yer ajratib berilgan. Bugungi kunda tomchilatib sug'orish ishlari olib borilib, mineral o'g'itlar berish yakunlangan. Loyihadan samarali foydalanish maqsadida agregator sifatida Davronbek Olqartepa ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. O'rtacha hosil 50 sotikdan xudo xohlasa 45, 50, 60 tonna hosil olish rejalashtirganmiz.